Endi qiyin hali darvozani o'zingiz ochib o'tirmaysiz, pult orqali bitta ishdan kelganingizdan keyin ochib ko'rasiz, uydagilarni ham bezovta qilmaysiz. Turkiya texnologiyasi bo'ladi. Bosing aka, pishig'likni mashinada mana bosib ko'rsatamiz. Kir ketaverasiz aka, ichkariga undan tashqari mana og'irligi, hop, kraska ko'chmaydi, ichi mana pena bilan to'ldirilgan bo'ladi. Shum, sho'qiladi, umuman ichkariga kirgizmaydi. Yaxshi tomonlar bor. 2 yil oldin o'rnatilgan ekan. Yo eshiklarga ham baho berasizlar, qo'shimcha. Bu alohida kichkina eshikni ham o'zidan qilib berishgan. Eng asosiysi sifatlari zo'r bo'ladi. Turkiya texnologiyasi narxiga keladigan bo'lsa, $110 dan $150 gacha chiroyli qilib berishadi. Telefon qilsalar, yana batafsil tushuntiriladi. Mabodo svet o'chib qoladigan bo'lsa, mana bunaqa holatda, ruchniy holatda ochib yopsalaring ham bo'ladi. Shu tomonlarga e'tibor berasizlar. Ikkita pult beriladi sizlarga zapaskasi bilan. Xo'p, ko'chani boshidan kiryapti, bitta ezib beradigan bo'lsangiz, bemalol ochilib turaveradi. Shu tomonlarga e'tibor berasizlar. Xizmat uzoq bo'ladi. O'zbekistonda shu narsa rosa rivojlanyapti. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Vodiy bo'ylab mutlaqo tekinga o'rnatib berishadi. Qolgan joylarga kelishgan holda bo'ladi dastlabkilar. Pastda nomerlar qoldirdik, Ravshan Medon olinsalarining bonuslari bor.